Mana aka bugun 6-yanvar Finlandiyada mana sentrda ishlayapmiz, demontaj qilib. Hozir muzlab qolgan hammasi. Finlandiyada bu yerda mashinni 1 soat qo'yishim mumkin emas. Mana shu joyda ishlayman. Shu joyda ishlaymiz. Kirish proxodnaya. Bu kelajakda bo'ladigan proyekt. Mana shu proyektda ustida odamlar kirishada ishlayapti. Shu kirishada kelajakda mana shunaqa joy bo'ladi, ko'rinishda bo'ladi. Shunaqa sovuq, 30 gradus sovuq, lekin juda. Gradus Finlandiyada shunaqa sovuqlar bo'ladi. Hozir ichkariga kiramiz. Bu yerda obed qiladigan joylarimiz bor pastda. Pastda kuxnamiz bor. Bizning kuxna. Bu bo'lsa bizda razdvoyalka xonamiz, kiyim yechinadi, kiyinib